Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz nihoyatda muhim, shoshilinch xabar bilan boshlanadi. Davlatimiz hukumati shoshilinch topshiriq berdi va bu topshiriq aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart. Bu degani sizda sanoqli kunlar qoldi. Bu ma'lumot har bir fuqaro, har bir uy egasi, har bir tadbirkor uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, mol-mulkingizga, uchastkangizga oid juda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlar eshitishi va o'z vaqtida chora ko'rishi kerak. Kech bo'lmasidan harakat qilishimiz lozim. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari O'zbekistonda ko'chmas mulk va yer uchastkalarini rasmiylashtirish jarayonlari juda murakkab, uzoq va qog'ozbozlikka bo'y edi. Ko'plab fuqarolarimiz o'zlarining uylari, do'konlari yoki ishlab chiqarish binolarini yillar davomida, ba'zan esa hatto o'nlab yillar mobaynida qurishgan, lekin ularni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq rasmiylashtirmagan edilar. Bu asosan juda ko'p idoralarni aylanib chiqish, son sanoqsiz hujjatlar yig'ish, loyihalar tuzdirish va har bir bosqichda turli ruxsatnomalar olish zaruriyati bilan bog'liq edi. Natijada ko'plab uy-joylar, qo'shimcha binolar, garajlar yoki hatto yer uchastkalarining bir qismi yuridik jihatdan rasmiylashtirilmagan holda qolib ketardi. Odamlar bunday uylarda yashar, tadbirkorlar bunday binolarda faoliyat yuritardi, lekin amalda ular o'z mulkiga to'liq huquqiy egasi hisoblanmasdi. Bu holat agar mol-mulkni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki meros qoldirish kerak bo'lsa, juda katta muammolarni keltirib chiqarardi. Ba'zan hatto eng oddiy kommunikatsiyalarni o'tkazishda ham qiyinchiliklar yuzaga kelardi, chunki bino rasmiy hujjatlarda mavjud emasdi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat bu muammoni hal qilish maqsadida ulkan qadam tashladi. Yangi qarorga muvofiq fuqarolarning va tadbirkorlarning uzoq yillar davomida rasmiylashtirilmagan ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini soddalashtirilgan tartibda e'tirof etish va ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati yaratildi. Bu degani sizning bino inshootlaringizni, hatto ular ruxsatsiz qurilgan bo'lsa ham yoki mavjud kadastr hujjatlariga kiritilmagan bo'lsa ham qonuniylashtirish uchun noyob imkoniyat berilmoqda. Asosiy shart bu jarayonni joriy yilning aprel oyi oxirigacha yakunlash. Bu shuni anglatadiki, sizda atigi bir necha hafta vaqt bor, xolos. Muddat o'tgandan so'ng bu imkoniyat yopiladi va keyinchalik bunday obyektlarni qonuniylashtirish avvalgi murakkab, vaqt talab qiladigan va qimmat jarayonlarga qaytadi, hatto undan ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Hukumat shu yo'l bilan mulk huquqlarini tartibga solish, soliq bazasini kengaytirish va mulk bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olishni maqsad qilgan. Bu har bir fuqaro uchun o'z mulki ustidan to'liq egalik huquqini olish uchun oltin imkoniyatdir. Endi esa bu o'zgarishlardan kimlar savotirlanishi kerak va kimlar savotirlanmasa ham bo'ladi, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kimlar uchun bu ma'lumot nihoyatda muhim va darhol harakat qilishlari shart. Ruxsatsiz qurilgan binolar egalari. Tasavvur qiling, sizning hovlingizda 15 yil oldin ruxsatsiz qo'shimcha sona, oshxona yoki hatto garaj qurgan bir oila bor. Ularning uyining asosiy qismi qonuniy rasmiylashtirilgan, lekin bu qo'shimcha binolar kadastr hujjatlarida aks ettirilmagan. Agar Karimovlar oilasi aprel oxirigacha bu qo'shimcha inshootlarni qonuniylashtirmasa, kelajakda ularni buzish talabi qo'yilishi mumkin yoki katta miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. Masalan, agar bu qo'shimcha qurilma 30 kvadrat metr maydonni egallagan bo'lsa, hozirda uni qonuniylashtirish uchun nisbatan arzon bo'lgan davlat boji va soddalashtirilgan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirish kifoya. Agar muddat o'tib ketsa, bu jarayon sud orqali hal qilinishi va sud sarajatlari, baholash sarajatlari, shuningdek ehtimol noqonuniy qurilish uchun katta miqdordagi jarimalar bilan birga yanada qimmatga tushishi mumkin. Taxminan hozirgi kunda 30 kvadrat metr uchun bir necha million so'mga tushadigan jarayon keyinchalik erta 10 millionlab so'mga yoki undan ko'proqqa aylanishi mumkin. Bu esa oilaning byudjetiga jiddiy zarar yetkazadi. Mavjud binolarning o'lchamlarini o'zgartirganlar. Ba'zan odamlar o'z uylarining bir qismini kengaytiradi, balkonlarni yopib qo'yadi yoki binoning bir qismini o'zgartiradi, ammo bu o'zgarishlarni rasmiy hujjatlarda aks ettirmaydi. Misol uchun, Mirzayevlar oilasi o'z uylarining yashash maydonini oshirish maqsadida qo'shni yer uchastkasining bir qismini qo'shib olgan va u yerga kichikroq hovli qurgan. Kadastr hujjatlarida ularning yer uchastkasi 6 sotiks bo'lsa, amalda ular 7 sotiksdan foydalanmoqda. Bu bir sotikslik farq ular uchun juda katta muammo tug'dirishi mumkin. Agar ular bu qo'shimcha sotiksni aprel oxirigacha rasmiylashtirmasa, nafaqat bu yer uchastkasini yo'qotishlari, balki ushbu qo'shimcha foydalanilgan yer uchun yillar davomida to'lanmagan yer soliqlarining foizi bilan birga undirilishi ham mumkin. Hukumat bunday holatlarga nisbatan juda jiddiy yondashadi, chunki bu yer resurslaridan samarasiz foydalanish hisoblanadi.
Shuningdek, bu ularning butun mulkining sotish yoki garovga qo'yish imkoniyatlarini cheklaydi, chunki hujjatlardagi nomuvofiqliklar bitimni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. 3. Qishloq xo'jaligi maqsadlaridagi yerlarda uy-joy qurganlar. Toshkent viloyatining chekka hududlarida ba'zi fuqarolar qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlarga o'zlariga shaxsiy uy-joy qurib olgan holatlar ko'p uchraydi. Mana masalan, Saydovlar oilasi 4 yil avval meros qolgan yer uchastkasida qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan maydonda yashash uy qurib olgan. Bu yer uchastkasining maqsadi o'zgartirilmagani sababli ular hozirgi kungacha uylarini qonuniy rasmiylashtira olmaganlar. Endi yangi tartibga ko'ra ular aprel oxirigacha bu yerning maqsadini o'zgartirish va uy joylarini qonuniylashtirish uchun murojaat qilishlari mumkin. Bu imkoniyat ularga nafaqat uy joylarini qonuniy egasiga aylantirish imkonini beradi, balki kelajakda bunday noqonuniy qurilishlar uchun belgilangan jarimalardan ham himoya qiladi. Chunki muddat o'tgach, davlat bunday noqonuniy obyektlarga nisbatan qat'iy choralar ko'radi. Hatto buzish buyrug'i berilishi ham mumkin. Eski tartibda rasmiylashtirilgan, ammo amaldagi qonunchilikka mos kelmaydigan hujjatlarga ega bo'lganlar. Ba'zi fuqarolar eski davrlarda, masalan, Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida berilgan kadastr hujjatlariga ega. Bu hujjatlar hozirgi talablarga javob bermasligi yoki ba'zi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, Gulnora opaning 1995 yilda berilgan tekstlik pasporti bor, lekin u yerda uyning umumiy maydoniy va zonalar soni keyingi o'zgarishlardan so'ng haqiqiy holatga mos kelmaydi. Yangi tartibda Gulnora opa o'z hujjatlarini aprel oxirigacha yangilashi va ularni hozirgi standartlarga moslashtirishi mumkin. Bu kelajakda notarial bitimlar amalga oshirishda yoki bankdan kredit olishda yuzaga keladigan ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini oladi. Bunday holatlarda hujjatlardagi har qanday nomuvofiqlik bitimni buzishga yoki uni amalga oshirishni uzaytirishga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, kimlar sabotirlanishi shart emas. Agar sizning barcha ko'chmas mulk obyektlaringiz, jumladan yer uchastkasi va undagi barcha binolar, qo'shimcha inshootlar, garajlar va boshqa turdagi qurilmalar amaldagi qonunchilikka muvofiq rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz sabotirlanishga hojat yo'q. Ya'ni, agar sizning kadastr pasportingizda hamma narsa aniq ko'rsatilgan, umumiy maydon zonalar soni, yer uchastkasining chegaralari va boshqa ma'lumotlar haqiqiy holatga to'liq mos kelsa, bu qaror sizga taalluqli emas. Misol uchun, agar siz uyingizni yaqinda sotib olgan bo'lsangiz va u notarial tasdiqlangan, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Yangi qurilgan va barcha ruxsatnomalar asosida qonuniylashtirilgan uylar egalari ham sabotirlanmasliklari kerak. Shunday bo'lsa-da, har ehtimolga qarshi o'z hujjatlaringizni bir marta ko'zdan kechirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Biror mayda nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu jarayonning istisno holatlari, yashirin qiyinchiliklari va ba'zi noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Chunki har bir qonun yoki qarorning o'ziga ixlos jihatlari bo'ladi. Istisnolar va cheklovlar. 1. Davlat ahamiyatiga ega yer uchastkalari. Agar sizning noqonuniy qurilmangiz yoki yer uchastkasining bir qismi davlat zaksirasidagi yerlarda joylashgan bo'lsa yoki umumiy foydalanishdagi yo'llar, kommunikatsiya tarmoqlari, muhofaza zonalari, masalan, elektr uzatish liniyalari ustida gaz quvurlari bo'ylab hududiga kirib qolgan bo'lsa, ularni qonuniylashtirishning iloji yo'q. Bunday yerlar jamiyat manfaatlari uchun xizmat qiladi va ularda shaxsiy qurilishga ruxsat berilmaydi. Masalan, shaharning markaziy qismida yo'l kengaytirilishi rejalashtirilgan hududda ruxsatsiz qurilgan do'konning egasi Pulatov janoblari yangi qarorga qaramay mulkini qonuniylashtira olmaydi. Chunki bu yer kelajakda infratuzilma loyihasi uchun belgilangan. Bunday holatlarda mulkni buzish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Hatto kompensatsiya masalasi ham murakkab bo'ladi, chunki uni qonuniy qurilish hisoblanadi. 2. Boshqa shaxslarning huquqlariga daqsil qiluvchi holatlar. Agar sizning ruxsatsiz qurilmangiz qo'shni yer uchastkasiga kirib ketsa yoki qo'shnilarning quyosh nuriga havo almashishiga to'sqinlik qilsa, bu holatda ham qonuniylashtirish jarayoni qiyinlashadi. Misol uchun, Abduganiyevlar oilasi o'z qo'shnisining tomiga juda yaqin bo'lgan qo'shimcha bino qurgan va bu qo'shnining quyosh nurini to'sib qo'ygan. Qo'shni bu holatdan shikoyat qilgan va bu nizoli vaziyat. Bunday nizolar mavjud bo'lsa, qonuniylashtirish uchun avvalo qo'shnilar bilan kelishuvga erishish yoki sud orqali nizoni hal qilish talab etiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish albatta qo'shnilardan yozma rozilik talab qilinishi mumkin. 3. Madaniy meros obyektlari. Agar bino yoki yer uchastkasi madaniy meros obyektlari ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa yoki uning muhofaza zonasida joylashgan bo'lsa, unda qurilish yoki o'zgartirishlar qilish uchun maxsus ruxsatnomalar talab etiladi. Bunday obyektlarni qonuniylashtirish ham juda murakkab jarayon bo'lib, aprel oyi muddati ushbu toifaga to'liq amal qilmasligi mumkin. Yashirin qiyinchiliklar va noaniq jihatlar. 1. Hujjatlarning to'liqsizligi yoki yo'qolganligi. Ko'pincha fuqarolarda eski, yo'qolgan yoki to'liqsiz hujjatlar mavjud bo'ladi. Ularni tiklash yoki qayta olish uchun ham ma'lum vaqt talab qilinadi. Ba'zan arxivlarda ham eski hujjatlarni topish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, politsiya sababdan aniqlangan narslardan bir fuqaro o'zining uyiga tegishli eski hujjatlarni topa olmayapti, chunki u yillar davomida bir necha marta ko'chgan.
Bu holatda unga hujjatlarni tiklash uchun qo'shimcha vaqt kerak bo'ladi. Bu esa aprel oyining qisqa muddatiga sigmay qolishi mumkin. Shuning uchun imkon boricha tezroq harakat qilish lozim. 2. Ko'chmas mulkning birgalikdagi egaligi agar mulk bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa, masalan meros bo'lib qolgan uyda bir nechta aka-uka yashasa, ularning barchasining roziligi talab etiladi. Agar ular o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, bu jarayonni murakkablashtiradi va kechiktirishi mumkin. Masalan, 4 aka-uka va opaning birgalikdagi uyida bitta qo'shimcha sona ruxsatsiz qurilgan. Uni qonuniylashtirish uchun to'rtala egalik qiluvchining ham roziligi kerak. Agar ulardan biri chet elda bo'lsa yoki rozilik bermasa, jarayon to'xtab qolishi mumkin. 3. Notarial ishonchnoma. Agar mulk egasi o'zi murojaat qila olmasa, masalan chet elda bo'lsa, kasal bo'lsa, u asham metichidottidi masanalati o'z vakili orqali harakat qilishi mumkin. Lekin buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab etiladi. Ishonchnomani rasmiylashtirish ham ma'lum vaqt va xarajat talab qiladi. Shuning uchun agar sizning nomingizdan boshqa shaxs harakat qiladigan bo'lsa, ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. 4. Online xizmatlarning cheklovlari. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari onlayn tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali amalga oshiriladi. Biroq bu kabi murakkab mulkni qonuniylashtirish jarayonlari uchun ba'zan shaxsiy tashrif va qo'shimcha hujjatlarni topshirish talab etilishi mumkin. Ba'zi hujjatlarni faqatgina asl-nusxada qabul qilishadi. Shuning uchun faqatgina onlayn xizmatlarga umid bog'lab qolish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Murojaat qilishdan oldin bevosita davlat xizmatlari markaziga yoki kadastr agentligining hududiy bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, aniq qaysi hujjatlar asl nusxada talab etilishini aniqlashtirish zarur. 5. Moliyaviy jihatlar. Garchi bu jarayon soddalashtirilgan bo'lsa-da, davlat bojlari va ba'zi texnik xarajatlar, masalan, texnik inventarizatsiya o'tkazish, yangi texnik pasportni shakllantirish mavjud. Pala elachidizib seredil tamateriche. Bu xarajatlarni hisobga olish va ularni qoplashga tayyor bo'lish lozim. Kichik miqdordagi summalar bo'lsa-da, ularni o'z vaqtida to'lamaslik ham jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu jarayonni kechiktirish siz uchun katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Chunki aprel oyining oxiridan keyin davlat noqonuniy qurilishlar va rasmiylashtirilmagan obyektlarga nisbatan yanada qat'iy choralar ko'rishga kirishadi. Bu nafaqat jarimalar, balki mol-mulkni buzish to'g'risida qarorlar qabul qilishgacha borishi mumkin. Shuning uchun har bir holatni jiddiy ko'rib chiqish va o'z vaqtida harakat qilish juda muhim. Endi esa sizning harakatlar ketma-ketligini, ya'ni bu vaziyatda nima qilishingiz kerakligini aniq va amaliy tavsiyalar bilan tushuntiraman. Iltimos, har bir qadamni diqqat bilan tinglang va yozib oling. Amaliy tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? 1. Hujjatlaringizni tekshiring va to'plang. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Darhol o'z uyingiz, yer uchastkangiz va undagi barcha binolarga tegishli barcha hujjatlarni, xususan kadastr pasporti, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, davlat orderi, qaror, guvohnoma, eski texnik pasportlar, qurilish ruxsatnomalari agar mavjud bo'lsa. Tiklovchi hujjat, pasportingizni toping va tayyorlab qo'ying. Agar siz nikohda bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. Agar meros bo'lsa, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma ham muhim. Shuni unutmangki, barcha hujjatlar asl nusxada bo'lishi kerak. Agar biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash uchun darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Biroq muddat cheklanganligi sababli iloji boricha mavjud hujjatlar bilan tezroq murojaat qilishni maslahat beraman. Keyinroq qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish imkoniyati bo'lishi mumkin. 2. O'z mulkingizni baholang. Sizning mulkingiz qaysi toifaga kiradi? Faqatgina kadastr hujjatlarida ko'rsatilmagan qo'shimcha sonami yoki butunlay ruxsatsiz qurilgan binomi yoki yer uchastkasining chegarasiga oid nomuvofiqlik bormi? Bu savollarga javob berish uchun kadastr agentligining mutaxassisini chaqirib, mulkingizni joyida ko'zdan kechirishni so'rashingiz mumkin. Bu sizga qanday hujjatlar tayyorlash va qanday ariza yozish kerakligi haqida aniqroq tasavvur beradi. Ularning xizmatlari puli bo'lishi mumkin, lekin bu sizni keyinchalik katta muammolardan qutqaradi. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz ushbu masalada eng yaqin joylashgan davlat xizmatlari markaziga, DXM yoki kadastr agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz kerak. DXMlar bir oyna tamoyili asosida ishlaydi, ya'ni siz barcha kerakli xizmatlarni bir joydan olishingiz mumkin. Murojaat qiluvchi fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bunday markazlar butun mamlakat bo'ylab faoliyat yuritadi. Ularning manzillarini MyGov.uz portalidan yoki kol markaz 148 raqamiga orqali aniqlab olishingiz mumkin. 4. Arizani qanday yozish kerak? Murojaat qilganingizda DXM X xodimlari sizga tayyor ariza namunalarini taqdim etishadi. Sizning vazifangiz bu arizani to'g'ri va to'liq to'ldirishdir.
Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, mulkingizning manzili, qanday qurilishni yoki o'zgarishni qonuniylashtirmoqchi ekanligingiz, shuningdek, hujjatlardagi mavjud nomuvofiqliklar haqida aniq ma'lumotlarni ko'rsatishingiz shart. Misol uchun, mening 1998 yilda qurilgan uyimda 2010 yilda ruxsatsiz 20 kvadrat metrlik oshxona va 10 kvadrat metrlik ayvon qurilgan. Kadastr hujjatlarida bu binolar aks ettirilmagan. Ushbu qo'shimcha qurilmalarni qonuniylashtirishni so'rayman kabi tushuntirish yozishingiz mumkin. Arizaga yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarning nussalarini ilova qiling. Asl nussalarini o'zingiz bilan olib boring. Ularni ko'rib chiqishlari yoki ba'zan ularning fotokopiyalarini tasdiqlashlari mumkin. Fight to'lovlarni amalga oshiring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga davlat boji miqdori va uni to'lash tartibi haqida ma'lumot beriladi. Davlat bojini bank orqali yoki DXMda mavjud to'lov terminallari orqali to'lashingiz mumkin. To'lov kvitantsiyasini saqlab qo'yishni unutmang, u sizning murojaatingiz tasdiqidir. Boj miqdori mulkning turiga va maydoniga qarab farqlanishi mumkin. Masalan, kichikroq qo'shimcha inshootlar uchun bir minimal ish haqi miqdorida, kattaroq obyektlar uchun esa bir necha minimal ish haqi miqdorida bo'lishi mumkin. Bu xarajatlarni to'lash ham jarayonning muhim qismidir. Kutilgan natija va muddatlar. Anda arizangiz qabul qilingandan so'ng kadastr agentligining mutaxassislari joyiga chiqib, matta mulkni o'rganib chiqadi. O'lchov ishlarini amalga oshiradi va yangi texnik pasportni shakllantiradi. Bu jarayon ma'lum vaqtni oladi, odatda 10-15 ish kunigacha cho'zilishi mumkin. Agar hamma hujjatlaringiz joyida bo'lsa va qurilish amaldagi qurilish normalariga zid bo'lmasa, sizning mulkingiz qonuniylashtiriladi va siz yangi kadastr pasportini olasiz. Lekin shuni unutmangki, barcha jarayonlarni, ya'ni arizani topshirish va dastlabki bosqichlarni aprel oxirigacha yakunlashingiz kerak. Agar keyinchalik qo'shimcha hujjatlar talab qilinsa, sizga bu haqda xabar beriladi. Agar sizda biror savol tug'ilsa yoki jarayonning biron bir bosqichida qiyinchiliklarga duch kelsangiz, albatta DXM ksodimlaridan yordam so'rang. Ular sizga har tomonlama ko'mak berishga majbur. Shuningdek, kol markaz 740 raqami orqali ham maslahat olishingiz mumkin. Aslida bu maslahatning har bir bosqichi juda aniq va izchil. Faqatgina qat'iyat bilan harakat qilish talab etiladi. Bu o'z mulkingizga to'liq egalik qilish uchun ajoyib imkoniyatdir. Uni qo'ldan boy bermang. Aziz do'stlar, bugun biz juda muhim va shoshilinch sabr haqida gaplashdik. Unutmang, hukumat bergan bu imkoniyat aprel oyining oxirigacha amal qiladi. Bu imkoniyatdan foydalangan holda siz uzoq yillar davomida rasmiylashtirilmagan mulkingizni qonuniylashtirishingiz, kelajakdagi katta muammolardan o'zingizni va oilangizni himoya qilishingiz mumkin. Bu sizning mulkingiz ustidan to'liq egalik huquqini ta'minlaydi va uning qiymatini oshiradi. Vaqt o'tmoqda, har bir kun muhim. Shuning uchun imkon boricha tezroq harakat qiling, hujjatlaringizni to'plang va tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu jarayon murakkab tuyulishi mumkin, lekin sizning harakatingiz kelajakda ulkan foyda keltiradi. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Videomiz sizga foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusi muhim yangiliklarni ham sizga tezda yetkazib bera olamiz. O'zingizni asrang va doimo qonuniy yo'ldan boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.